yana o'sha bu Instagram izohlarida hali biroz kulimsirab so'radingiz, tushunaman. Lekin men u yerda kritika qildim. Kritika. Ha, nimagaki men o'tda baribir jamiyat kayfiyatini o'rganaman-da. O'shanga bog'lanib qolmang demoqchiman. Kritikadan to'g'ri xulosa olmang. Men hozir yana bir xulosa bermaydi. Men yana bir postni aytmoqchiman. Afg'onistonda endi qarang, men kitob targ'ibotiga qarshi emasman. Siz qarshisiz kitob targ'ibotiga, to'g'rimi? Menmi? Mana men ham o'shanaqa kesib olingan anaqani bir qurboni bo'ldim. U bo'yicha men yana video chiqardim. Aytdimki, mana shunaqa video tarqalyapti men kitobga qarshiligim bo'yicha. Qaranglar nima bo'lgandi o'zi aslida. Bu narsa kelgan mehmonlarimni gapirtirish uchun edi, ulardan fikr olish uchun, qarshi fikr berish uchun, ularning salohiyatini ochish uchun edi. Endi shu kursning oxirini ko'ringlar deb qo'yib berganman. Oxirida men o'zim aytganman. Bu savollarni berishdan maqsad sizlar gapirishinglar, menga isbotlab berishinglar edi. Demak, izohlar nega aytmagansizlar degan joyim keyin qo'yildi. Demak, izohlar kayfiyatni ifoda qilmaydi. Yo'q, unaqa demagan bo'lardim. Yo'q. Men siz aytgan u trollar. Men aytgan bo'lardimki, kayfiyatni belgilaydi. Jamiyat. Meni kayfiyatim o'shanda buzildi masalan. Sizni o'sha gapingizni eshitganda men o'yladimki, sizga nisbatan negativ menda salbiy fikr shakllandi. Bu kayfiyat noto'g'ri kayfiyat. Demakki oxirida siz to'g'risini aytgan bo'lib chiqyapsiz. Sizni bir yana suhbatingiz bor, odamlarga nom qo'ymaslik kerak, x, y qo'yish kerak degansiz. U hazil, u yumor edi. Lekin bu kayfiyat beradi. O'sha yumor ekanligini bilmagan odamga noto'g'ri kayfiyat beradimi? Ha, podkast ko'rgan odam tushunadi. Lekin shu joyini kesib qo'ysa, demak, o'sha joyini kesib Afg'onistonni qo'ysa, kayfiyat bermaydi. Ha. Sizga qanaqa ta'sir qiladi mana shunaqa trollar yoki bo'lmasa mana shunaqa salbiy anaqalar siz o'z ruhiyatingizga, siz agar shaxsiyatimni himoya qilishim uchun gapirganimda edi bu gaplarni qattiq ta'sir qilish kerak edi. Yo'q, men umuman siz holatingizni so'rayapman. Men to'g'ri degan narsani to'g'ri deb aytishlikdan chekinmayman va aytganimdan keyin afsus qilmayman. To'g'ri narsani to'g'ri deb, lekin o'shanda ham xetga uchragan vaziyatlaringiz bo'lganda, faqat shunda xetga uchraymiz. O'zbekistonda galoboylar miting qilmoqchi bo'ldi. Men ularga qarshi chiqib gapirdim, qattiq turdim. Natijada men bilaman, bunga o'xshagan narsani inson huquqi deb targ'ibot qilmoqchi bo'lgan tashkilotlar trolling hujumini menga yo'naltirdi o'sha davrlarda. Va nima bo'ldi natija o'sha kuratorlari haydaldi O'zbekistondan. Bizni ishimiz alhamdulillah to'g'ri bo'lib chiqdi. Qadriyatni himoya qilib qolish kerak degan ma'noda. Xalqqa zahar qo'shilayotgan joyida zahardan ehtiyot bo'ling deyish meni prinsipim. Odamlar nima desa. Men to'g'ri gapni gapirdimmi, bir kun keladi to'g'ri gap baribir g'alaba qiladi.